Anvar bilan Asqar degan og'aynilar bor edi. 20 yoshga kirganda niyat qilishdi. Yaxshi pul topishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak, bola chaqa qilishimiz kerak, tam sudim. Endi nima qildi? Anvar Rossiyaga ketaman dedi. Asqar shu yerda qolaman dedi. Shu yerda qolaman, mashit o'zida ota-onam oldida bo'li dedi. Anvar Rossiyaga ketdi. Asqar shu yerda qoldi. Anvar u yoqda bordi, boshqa qildi-da, endi amallab qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'sha tanish bilishlari bilan qilib ish topdi. Bu yerda ham Asqar endi ishga kirdi, boshqa qildi. Asqar bu yerda 30 ming so'm, 40 ming so'm oylik olardi. O'sha paytda 40 ming so'mcha pul olardi ishlab. Anvar u yoqda 150 ming so'm, 200 ming so'm bu yerda pulida hisoblaganda 200 ming so'm pul topardi. Pashti Asqardan deylik 4 baravar ko'p pul topardi-da Anvar Rossiyada. Lekin Rossiyani ham bu katta xolingizni uyi emas, o'zingizni uyingiz emas, qiyinchilik o'tdi. Sovuqlarda ishlab, boshqa qorlarda, stroy keladi ishlab, narsalar tashib, o'tdi bu misol kvartirasiga to'lagan, boshqa qilgan qiyinchilikda juda qiynalgan. Asqar bu yerda 40 ming so'm, 50 ming so'm, endi sekin-sekin oylik oshadi-yu, 40 ming so'm, 45 ming so'm, 50 ming so'm oylik olib, zato ota-onasini oldida kechqurun kirib, uyida uxlab, uyida ishini qilib, o'zini uyida ishlarini qilib, boshqa qilib, Anvar u yoqda 200 ming so'm pul olsa ham, 200 ming so'm pulini 100 ming so'mini o'tda o'zida ishlatib qo'yib, keyin yana 100 ming so'mini rasxod qilib, boshqa qilib, 2 oyda yig'ib turib, 2 oy yig'gan pulini 2 oyda 100 ming so'mdan bu yoqqa Toshkentga, O'zbekistonga yuborgan. Pashti oyiga 50 ming so'mdan aylanibdi. Asqari topgan pulini topibdi. To'g'ri, keyin yana bir Anvar ishlari yaxshi bo'lib ketib, boshqa qilganda, misolcha 200 so'm, 100 so'm ham yubordi bu yoqqa. Asqar bu yerda yurdi, o'zi sekin-sekin uydagilar bilan maslahat qilib, shu 50 ming so'm oyligini ham yig'ib, boshqa qilib, 30 mingni ishlatib, 20 mingni yig'ib turib, narsa olib, sekin-sekin bitmagan uylari bor edi, shuni bitirdi. Endi Anvar ham uydagilari Anvar yuborgan puldan qilib, boshqa qilib, ular ham uyni ko'tarishdi, boshqa qilishdi. O'sha yana qanchadir vaqtdan keyin mol olib tashab qo'yishdi Anvar yuborgan puldan. Asqar bu yerda yurdi, boshqa qildi. Asqar nima qildi? O'sha 23 yoshda uylandi. Bu yerda O'zbekistonda yurgan Asqar 23 yoshda uylandi. Bola o'sha 24 yoshda bolali bo'ldi, o'g'illi bo'ldi. Anvar hali ham u yoqda Rossiyada yurgan. Anvar uylanmadi, endi uy qilishim kerak, boshqa qilishim kerak edi. Endi Anvar ham u yoqda to'g'ri o'ris qizlar, boshqasi u bu bilan kayf qilib yurib, boshqalar qilib yurdi. Endi vaqt o'tdi, pul topaman, uy ko'taraman, boshqa qilaman deb Anvar 30 yoshga kirdi. Shunaqa qilib vaqt o'tib, Anvar 30 yoshga kirib, uyga qaytib kelganda, eng qiziq bo'lgan joyi. O'zbekistonga qaytib kelganda, endi bu shuncha vaqt pul yuborib boshqa qilgan u. O'zbekistonga qaytib kelgan paytda buni endi to'g'ri uyini ko'tarishgan, boshqa qilishgan, mol-pollari ko'payib boshqa qilib qolishgan. Endi misol uyda kimdir to'yiga boshqasiga so'yishgan, undan katta narsalarni. Lekin Asqarni qaraganda endi og'aynisi-yu billa, og'ayni ko'rishib gaplashaman deb ko'rishib shunday qarashganda, Anvar bilan Asqarni sharoiti pashti bir xil darajada bo'lgan o'sha paytda. Endi qarangda, mana misol Anvar ham uyi bor, to'g'ri, Rossiyada ishladi, pul yubordi, boshqa qildi, moli bor. Asqar ham uyi bor. Asqar ham mol-pol qolgan, qo'y-po'y qilgan, boshqa qilgan. Endi Asqarni hali ham bitta muhim ishi bor.
o'sha paytda 50 ming so'm oylik olayotgan bo'lsa, o'sha Asqar endi uje 300 ming so'm oylik oladigan bo'lgan. 300 ming so'm. Chunki bitta ishda ancha vaqt mobaynida ishladi. Anvar u yoqda yurib, boshqa qilib 30 yoshga kirib qaytib kelganda, uje Asqarning bolalari katta-katta bo'lib, uje maktabga chiqadigan bolalar. Bu bolalar kimni bolalari deganda, Asqar meni bolalarim. Mana shunaqa uylandim. Uje kichkina bolalari. Anvar uje 30 yoshga kirgan. To'g'ri uyi bor. To'g'ri bu sal sharoitini yaxshilagan. Endi nima qilish kerak? Uylanish kerak. Endi yuborgan pullariga uylantirib qo'yishgan Anvarni ham. Anvar mayli endi o'g'il bolaga erta-kecha 30 mi, 40 mi, 50 mi, vobshe farqi yo'q-ku. Men endi aytmoqchi bo'lgan narsamni hozir tushunasizlar. Anvar uylandi, boshqa qildi-da, endi bu yerda ham tirikchilik qilish kerak-ku. Yana xotin bola chaqasini tashlab Rossiyaga ketib olmaydi-yu, to'g'rimi? U umrim nimaga o'tib ketyapti degan savolni ham o'ziga berdi-da. Keyin bu yerda ishga kirish kerak. Uje mana bitta Asqar og'aynis 300 ming so'm oylik olib yurgan paytda Anvar nima qiladi? Anvar yana 150 ming so'mlik oylikli ishga kiradi. Endi buni sraz 300 ming so'm oylik beradigan ishga o'tkazib qo'yishmaydi-yu, to'g'rimi? Yana 1-2 oy, 3 oy ishlagandan keyin eng qizig'i Anvar Rossiyada shuncha yurib, shuncha mehnat qilib, shuncha endi mana musofirlar biladi bu narsani, qanaqa musofirning nonini yeyish qiyinligini, qanaqa qiyinchiligi borligini. U yoqda shuncha qiyinchilik bilan o'zini uyda uxlamasdan kechqurunlar sovuqlarda ishlab, boshqa qilib, qiynalib bu yoqqa kelgan Anvar dan ko'ra bu yoqda Toshkent, O'zbekistonda ota-onasini oldida boshqa qilib, bola chaqasi bilan ishlab, kamiga bo'lsa ham qanoat qilib, boshqa qilib yashagan Asqar Anvardan ancha-muncha kuchayib ketdi. Ancha-muncha zo'r bo'lib ketdi. Chunki O'zbekistonni biladi, sharoitini biladi, qayerda nima qilsa pul topsa bo'ladi, boshqa qilsa bo'ladi, hammasini polni daskanalni biladi. Anvar u yoqda Rossiyada yurgan, O'zbekistonda endi 4-5 yil, 6 yil, 7 yillab, necha yillab qolib ketgandan keyin uje esdan chiqaz o'rgan. Shaharga begona bo'lib qolgan qaysidir ma'noda. Uje Anvar Asqar bu yoqda qizini uzatib, bolalarini uylantiradigan paytda Anvar hali bolalari kichkina. Qayerdan pul topaman, o'zim mencha oylik olsam, boshqa deb yuribdi. Mana o'zingizlarni hozir ko'rib turibsiz, xolis fikringlarni yozinglar mana shu narsaga. Qanaqa, nima deb o'ylaysizlar? Hammani to'g'ri fikri, o'zini fikringlar bor. Mana o'zingizlarni fikringlarni bildiringlar, kommentariy ochiq. Bu mana realniy hayotdan olinib aytilayotgan voqea. Endi bitta narsa, rizq Allohdan, rizq Allohdan. Mana shu bo'tgan, mana shu bo'lgan voqea oranglarda ham bo'lgandir, qaysidir tanishinglarda ham bo'lgandir. 10 yil Rossiyaga ketgan, 5 yil Rossiyaga ketganda kelgandan keyin bir natijasi yo'q. To'g'ri, bir kichkina nimadir qilgandir, lekin natija bir ko'zga ko'rinadigan narsasi juda bir 90 100 tadan 2 ta yoki 100 tadan 5 ta bo'lmasa, bunda qarasangiz umuman natijasi yo'q bo'lgan. Juda kamdan kam holatlarda bo'lmasa, mana shu O'zbekistonda deylik, mana o'zi Anvar bilan Asqarni ham solishtiradigan bo'lsa, Anvarga agar misol o'sha paytda 200 ming so'm topish yozilgan bo'lganda, shu 200 ming so'm shu yerda rizqi bo'lganda, shu O'zbekistonda yurganda ham menimcha 200 mingni topardi deb o'ylayman o'sha paytda. Endi Asqarning rizqi o'sha paytda misol 40 ming, 50 ming bo'lgan ekan. Lekin oxir oqibat nima bo'ldi? Mehnat boshqa bu natija berib, Asqar Anvardan zo'r bo'lib ketdi-da. Anvar uni ustiga mazasi qochib, grija bo'lib, beli og'rib, oyog'i og'rib, bir psixologik travmalari qoldi. Endi boshqa bormayman dedi. Hozir endi O'zbekistonda yashashyapti. O'zingizlarni fikringlarni xolis yozib qoldiringlar. Bu shunaqa gaplar TV kanali. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi suhbatda ko'rishamiz. Sog' bo'ling.